Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. U ertaga sizni shaxsan xavotirga solishi mumkin. Gap pensiya oluvchilar. Xususan nogironlik pensiyasi oluvchilar duch kelishi mumkin bo'lgan jiddiy chaqiriqlar haqida ketmoqda. Ya'ni kimlarni pensiya masalasi bo'yicha komissiyaga chaqirishlari mumkin va nima uchun? Bu ma'lumot har bir pensioner uchun, ularning oila a'zolari va yaqinlari uchun mutlaqo zarurdir. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bugungi mavzu har biringizga taalluqli bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu ma'lumotni kengroq auditoriyaga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati va nima o'zgardi avvallari O'zbekistonda nogironlik pensiyasini olish jarayoni va uni tasdiqlashda ayrim qat'iy qoidalar mavjud edi. Misol uchun, ma'lum bir yoshga yetgan nogironlarga, ayniqsa keksa yoshdagilarga ko'pincha umrbod nogironlik maqomi berilardi. Bu degani ularga vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tish yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, qisqacha TMEKdan qayta tasdiqlash uchun chaqirilish majburiyati yuklatilmasdi. Masalan, 6 yoshdan oshgan erkaklar va 25 yoshdan oshgan ayollar uchun birinchi guruh nogironligi tasdiqlansa, ko'pincha bu maqom umrbod saqlanib qolardi. Bu tartib pensionerlarga, ayniqsa sog'lig'i zaif bo'lganlarga ancha yengillik berardi. Ular har yili hujjat to'plash, navbatda turish, turli shifokorlarga ko'rinish kabi murakkab byurokratik jarayonlardan ozod edi. Shu bilan birga, ikkinchi va uchinchi guruh nogironlar ham ma'lum bir muddatdan so'ng, masalan 5 yil o'tgach, qayta ko'rikdan o'tish shartidan ozod etilishlari mumkin edi. Agar ularning sog'lig'i holati barqaror deb topilsa va tiklanish imkoniyati kam bo'lsa, bu yondashuv o'sha davrda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan edi. Biroq keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy ta'minot tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri tizimning shaffofligini oshirish, nafaqa to'lovlarining adolatli taqsimlanishini ta'minlash va suiiste'molliklarning oldini olish edi. Shu sababli nogironlikni belgilash va qayta ko'rikdan o'tkazish tartiblariga sezilarli o'zgartirishlar kiritildi. Endi nogironlik guruhini umrbod belgilash holatlari kamaytirildi va aksincha, ko'pchilik nogironlik pensiya oluvchilar uchun davriy qayta ko'rikdan o'tish majburiyati joriy etildi yoki qat'iylashtirildi. Bu o'z navbatida ko'pchilik pensionerlar va ularning oila a'zolari uchun yangi savollarni va xavotirlarni tug'dirmoqda. Kimni chaqirishlari mumkin? Qanday tartibda va nimalarga tayyor turish kerak? Bu o'zgarishlar nafaqat yangi pensiya oluvchilarga, balki avval umrbod nogironlik maqomini olgan ayrim pensionerlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu yangi qoidalar qanday ishlashini tushunish har bir pensioner uchun o'z huquqlarini bilish va o'zini himoya qilish uchun juda muhimdir. Kimlarni komissiyaga chaqirishlari mumkin va kimlar xavotir olmasligi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Kimlarni komissiyaga chaqirishlari mumkin va qaysi toifadagi pensionerlar xotirjam bo'lishi mumkin? Bu savolga to'liq javob berish uchun har bir holatni alohida ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilarni komissiyaga chaqirishlari mumkin. Bu ehtimol eng katta toifa. Oldin umrbod nogironlik belgilangan bo'lsa ham, ba'zi holatlarda qayta ko'rikka chaqirish amaliyoti kuzatilishi mumkin. Misol 1, Ahmad aka 7 yoshda. U yoshi ancha katta bo'lganligi sababli guruh nogironligi unga 65 yoshda umrbod qilib belgilangan edi. Ahmad akaning surunkali yurak xastaligi bor. Yangi tartiblarga ko'ra, garchi umrbod nogironlik maqomi belgilangan bo'lsa-da, ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi yoki TMEK fuqaroning sog'lig'i holatida sezilarli o'zgarishlar yuz berganligi yoki avvalgi xulosalar bo'yicha aniqlashtirishlar zarur bo'lganligi haqida axborot olganda ularni qayta ko'rikka chaqirishi mumkin. Bu albatta juda kam uchraydigan holat, ammo ehtimoldan xoli emas. Agar sizning holatingizda sog'lig'ingiz sezilarli darajada yaxshilangan bo'lsa, bu nogironlik holatida kam uchraydi, ammo mumkin. Yoki aksincha, ahvolingiz yomonlashgan bo'lsa va siz nogironlik guruhini o'zgartirishni xohlasangiz, sizni qayta komissiyaga chaqirishlari mumkin. Ammo agar Ahmad akaning holati o'zgarmagan bo'lsa va uning tibbiy kartasida hech qanday yangi ma'lumotlar paydo bo'lmagan bo'lsa, u xavotir olmasa ham bo'ladi. Umumiy qoida bo'yicha yoshi katta va umrbod nogironligi bo'lganlar qayta chaqirilmaydi, lekin istisnolar doim bo'lishi mumkin. Misol 2, Dilfuza opa 63 yoshda. Unga 2 yil oldin 61 yoshida uch guruh nogironligi belgilangan edi.
uning nogironlik muddati 2 yil muddatga belgilangan bo'lib, joriy yilda yakunlanadi. Mana shu kabi holatlarda Dilfuza opani texnik komissiyasiga qayta ko'rikdan o'tish uchun chaqirishlari shart. Chunki uning nogironlik muddati cheklangan edi va bu muddat yakunlanishi bilan nogironlik pensiyasini olishni davom ettirish uchun uning nogironlik maqomini qayta tasdiqlash zarur. Bu holatda chaqiriq mutlaqo qonuniy va kutilgan holatdir. Hatto yoshga bog'liq bo'lmagan holatlarda ham agar nogironlik guruhining muddati belgilangan bo'lsa, uni uzaytirish uchun qayta ko'rik shart. Ikkinchidan, sog'ligida jiddiy o'zgarishlar bo'lgan pensionerlar. Bu toifada nafaqat nogironlik pensiyasi oluvchilar, balki oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar ham kirishi mumkin. Agar ular nogironlikni rasmiylashtirishni xohlasalar yoki sog'ligidagi keskin yomonlashuv tufayli boshqa turdagi yordamga muhtoj bo'lsalar. Misol 3. G'ana amaki 18 yoshda yoshga doir oddiy pensiya oladi. Uning o'tgan yili insulti bo'ldi va uning sog'ligi keskin yomonlashdi. Mustaqil harakatlanish imkoniyatlari cheklandi. G'ana amaki nogironlik pensiyasini rasmiylashtirish uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga murojaat qilishni xohlaydi. Bu holatda G'ana amakini komissiyaga chaqirishlari tabiiy hol, lekin bu o'z istagi bilan murojaat qilish bo'ladi. Majburiy chaqiriq emas. Unga 1-marta nogironlikni belgilash uchun komissiyadan o'tish kerak. 3-dan pensiya jamg'armasidan rasmiy so'rov kelgan holatlar. Agar pensiya hisoblovchi tashkilotda sizning pensiya dossiyanizda qandaydir nomuvofiqliklar, noto'g'ri ma'lumotlar yoki qo'shimcha tasdiqlashni talab qiladigan holatlar aniqlansa, ular sizning ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun chaqirishlari mumkin. Bu komissiya odatda tamik emas, balki pensiya jamg'armasining o'zida bo'ladi. Misol Farida xola 6 yoshda 10 yoshga doir pensiya tayinlangan. Pensiya jamg'armasi xodimi Farida xolaning pensiya dossiyasini tekshirayotganda uning ish staji haqidagi hujjatlarda bir necha oylik uzilish borligini payqadi. Bu uzilish rasmiy hujjatlarda tasdiqlanmagan. Shu sababli Farida xolani ushbu masalani aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasining mutaxassislar komissiyasiga chaqirishlari mumkin. Bu holatda maqsad sog'liqni tekshirish emas, balki hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etishdir. Agar Farida xola tegishli hujjatlarni, masalan, arxivdan ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma taqdim eta olsa, masala tezda hal bo'ladi. Agar hujjat topilmasa, bu uning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Asosan yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar sizda nogironlik guruhini tasdiqlash muddati cheklanmagan bo'lsa va siz sog'lig'ingiz yomonlashgani yoki yangi kasalliklar orttirganingiz sababli nogironlikni rasmiylashtirishga urinmasangiz, sizni komissiyaga chaqirish ehtimoli juda kam. Shuningdek, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar ham, agar ularning holatida qonunchilikda belgilangan yosh cheklovlari yoki boshqa shartlar o'zgarmagan bo'lsa, xavotir olmasligi mumkin. Bu turdagi pensiya odatda bola ma'lum bir yoshga yetgunga qadar yoki o'qishini tamomlagunga qadar to'lanadi va komissiya chaqiruvlari bu toifa kamdan kam holatlarda, masalan, o'qishini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda taalluqli bo'ladi. Muhimi xabardor bo'lish va har qanday rasmiy chaqiruvni jiddiy qabul qilish kerak. Pensiya jamg'armasi yoki TAMMEKdan kelgan har qanday xat yoki telefon qo'ng'irog'iga e'tibor bermay qoldirmang. Istisnolar, nozik jihatlar va ko'zdan chetda qoladigan nuanslar pensiya tizimi, garchi oddiy bo'lib tuyulsa ham, ko'plab murakkabliklarga ega. Ba'zida biz bilmagan holatlar, istisnolar yoki nozik jihatlar vujudga kelishi mumkin. Ular aynan sizga ta'sir qilishi mumkin. Birinchi istisno yashash joyini o'zgartirganlar. Agar siz bir viloyatdan boshqasiga yoki hatto bir tumandan ikkinchisiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, sizning pensiya to'siyangiz yangi yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga o'tkazilishi kerak bo'ladi. Bu jarayonda ba'zi hollarda hujjatlarda aniqlashtirishlar talab etilishi mumkin va sizni hujjatlar bilan bog'liq masalani hal qilish uchun chaqirishlari mumkin. Bu TAMMEK komissiyasi bo'lmasa-da, baribir pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lishni talab qiladi. Ikkinchi nozik jihat kasallik tarixi va tibbiy xulosalardagi tafovutlar. Ba'zida TAMMEK komissiyalari va pensiya jamg'armasi xodimlari fuqaroning tibbiy tarixini, ya'ni kasallik varaqlari, ambulatoriya kartalarini ko'rib chiqishadi. Agar ularda nogironlikka sabab bo'lgan kasallikning kechishi yoki uning asoratlari bo'yicha ziddiyatli ma'lumotlar mavjud bo'lsa, yoki so'nggi tibbiy ko'riklar muntazam o'tkazilmagan bo'lsa, sizni yanada batafsilroq tibbiy tekshiruvdan o'tish uchun yo'naltirishlari mumkin.
Bu ayniqsa avvalroq umrbod nogironlik belgilangan. Ammo uning tibbiy nazorati sust bo'lgan shaxslarga taalluqli bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat qonunchilikdagi o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda takomillashtiriladi. Ba'zida qonun hujjatlariga kiritilgan yangi o'zgartirishlar, masalan, nogironlikni aniqlash mezonlari yoki qayta ko'rikdan o'tkazish tartiblariga oid o'zgarishlar oldin berilgan nogironlik maqomlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Garchi bu keng tarqalgan holat bo'lmasa-da, ammo ayrim guruhlarga taalluqli o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli pensiya masalalariga oid yangiliklarni kuzatib borish muhimdir. Masalan, agar ilgari bir kasallik nogironlikka sabab bo'lsa, yangi qoidalarga ko'ra xuddi shu kasallikning faqat og'ir formasi nogironlikka olib kelishi mumkin bo'lsa, bu o'zgarishlar ayrim fuqarolarga ta'sir qilishi mumkin. 4-pitfall qo'qiladigan joy pensiya jamg'armasining nazorat tahlil faoliyati. Pensiya jamg'armasi muntazam ravishda pensiya dosyalarini qayta ko'rib chiqadi va tahlil qiladi. Agar biron bir dosyada g'ayrioddiy holatlar, masalan, yoshga nisbatan juda kam ish staji yoki shubhali tibbiy xulosalar aniqlansa, ular qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishi mumkin. Bu albatta hamma pensionerlarga tegishli emas, balki faqat juda kamdan kam holatlarda. Tizimning shaffofligini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. 5-nozik jihat to'lovlar bilan bog'liq aniqlashtirishlar. Ba'zida pensiya jamg'armasi sizga to'lanayotgan pensiya miqdori bilan bog'liq aniqlashtirishlar kiritish uchun chaqirishi mumkin. Bu nogironlik bilan bog'liq bo'lmasa-da, ammo umuman pensiya to'lovlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, agar siz bir vaqtning o'zida bir nechta turdagi pensiyaga huquqli bo'lsangiz, bu ham uchraydi yoki ma'lum bir imtiyozlarni olish shartlari o'zgargan bo'lsa, bu ham komissiya emas, balki oddiy suhbat bo'ladi. Lekin hujjatlar va ma'lumotlarni tayyorlab borishni talab qiladi. Bu holatlarning aksariyati odatiy holatlar emas, lekin ulardan xabardor bo'lish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Agar sizda yuqorida sanab o'tilgan holatlarga o'xshash vaziyatlar mavjud bo'lsa, oldindan tayyorgarlik ko'rish eng yaxshi yechimdir. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Agar sizni pensiya masalasi bo'yicha komissiyaga chaqirishsa, vahima tushmang. To'g'ri qadamlar bilan har qanday vaziyatni hal qilish mumkin. Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. Birinchi qadam chaqiruvni tushunish. Sizga kelgan xat yoki qo'ng'iroqning mazmunini diqqat bilan o'rganing. Sizni aynan kim va nima maqsadda chaqirayotgani aniqlab oling. Agar ta'minotdan bo'lsa, bu nogironlikni qayta ko'rikdan o'tkazish bilan bog'liq. Agar pensiya jamg'armasidan bo'lsa, bu ko'pincha hujjatlar yoki pensiya hisob kitoblari bilan bog'liq bo'ladi. Aniqlashtiruvchi savollar berishdan tortinmang. Qaysi sanaga, qaysi vaqtga va qaysi manzilga borish kerakligini aniq yozib oling. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Komissiya turiga qarab hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin. 1. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Undan bir nechta nusxa olishni unutmang. 2. Pensiya guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa. 3. Nogironlik guvohnomasi. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, eski va yangi namunalarni ham olib borish tavsiya etiladi. 4. Tibbiy hujjatlar. Bu TMK komissiyasi uchun eng muhim hujjatlar hisoblanadi. Bunga kiradi: ambulatoriya kartangiz, poliklinikadan, kasallik tarixi, agar kasalxonada yotgan bo'lsangiz, turli mutaxassis shifokorlarning xulosalari, nevropatolog, kardiolog, endokrinolog va boshqalar. Bu xulosalarda kasallikning og'irligi, funksional buzilishlar darajasi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Rentgen, UTT, MRT, KT natijalari, laboratoriya tahlillari, qon siydik va boshqalar natijalari, oldingi TMK xulosalari va ma'lumot ommalari agar mavjud bo'lsa, barcha tibbiy hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlang. Asl nusxalarini qaytarib olish uchun nusxalari bilan taqqoslashlari kerak bo'ladi. 5. Mehnat daftarchasi. Agar pensiya jamg'armasi hujjatlaridagi ish staji bilan bog'liq muammo yuzasidan chaqirgan bo'lsa, mehnat daftarchangizning barcha sahifalarining nusxalarini ham olib boring. 6. Boshqa qo'shimcha hujjatlar. Agar chaqiruvda boshqa biror hujjat talab qilingan bo'lsa, uni ham tayyorlang. Masalan, farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, agar bu boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq bo'lsa. 3-qadam, murojaat qilish joyi. Agar sizni nogironlikni qayta ko'rikdan o'tkazish uchun chaqirishgan bo'lsa, siz tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMga borishingiz kerak bo'ladi. Ular odatda har bir tuman yoki shaharda joylashgan bo'lib,
o'zining aniq manzili bor. Chaqiruv xatida manzil ko'rsatiladi. Agar sizni pensiya hujjatlaridagi aniqlashtirishlar yoki boshqa ma'muriy masalalar bo'yicha chaqirishgan bo'lsa, siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz kerak bo'ladi. 4-qadam, komissiyada qanday xulq-atvor qilish kerak? O'zingizni xotirjam tuting. Barcha savollarga aniq va tushunarli javob bering. Agar sog'lig'ingiz bilan bog'liq muammo bo'lsa, kasalligingizning barcha jihatlarini, uning sizning kundalik hayotingizga ta'sirini to'liq va rostgo'ylik bilan tushuntiring. Hech narsani yashirmang va hech narsani bo'rttirmang. Barcha tayyorlagan hujjatlaringizni taqdim eting. Agar biron bir hujjat yetishmayotgan bo'lsa, bu haqda ochiq aytib, uni keyinroq taqdim etish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Agar savollaringiz bo'lsa, ularni berishdan tortinmang. O'z huquqlaringizni bilish har doim foydali. Agar siz komissiyaning qaroridan norozi bo'lsangiz, uni belgilangan tartibda, odatda 10 kun ichida yuqori turuvchi instansiyaga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Bu haqda ham so'rab bilishingiz mumkin. 5-qadam, yozma ariza va shikoyat. Agar sizning chaqiruv majburiyatini bajarish uchun, masalan, nogironlikni qayta rasmiylashtirish uchun ariza yozish kerak bo'lsa, TM yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizga namunani taqdim etishadi. Agar siz huquqshunos yordamiga muhtoj bo'lsangiz, bepul yuridik yordam ko'rsatadigan tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi notarial idoralar ham bu kabi masalalarda yordam bera oladi. Bu qadamlarni bajarish sizning huquqlaringizni himoya qilishga va pensiya masalalaringizni muvaffaqiyatli hal qilishga yordam beradi. Xulosa, aziz do'stlar, bugun biz pensiya tizimidagi muhim o'zgarishlar, kimlarni komissiyaga chaqirishlari mumkinligi va bunga qanday tayyorgarlik ko'rish haqida batafsil gaplashdik. Unutmangki, har bir pensiya oluvchining holati o'ziga xos va har qanday rasmiy chaqiruvga jiddiy yondashish kerak. Ma'lumotli bo'lish va o'z huquqlaringizni bilish sizni ko'plab qiyinchiliklardan qutqaradi. Siz nafaqat o'zingiz, balki yaqinlaringiz va qarindoshlaringiz uchun ham ushbu ma'lumotni bilishingiz muhimdir. Agar sizda biron bir savol tug'ilgan bo'lsa yoki siz o'z tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz boshqalar uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz bunday muhim va foydali ma'lumotlarni muntazam ravishda baham ko'rishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha